Salom do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun comeback qilishga harakat qilamiz. Carol 3.8 promo kodi ostida video olib boryapman. Kristal strategiyasini qo'llaymiz bugun. Yangi strategiya chiqqan. 10,000 so'mdan 0.8-0.9 koeffitsient tushish kerak edi va bizda 0.8-0.9 koeffitsientlari bor atushi. Ana endi o'z strategiyani qilib ko'ramiz. Ketdi 20 mingdan bitta oshiramiz. Yutuq bermasa, Dagon bilan ketdik. Boshlanishi normal. Mana. Aytdim o'zi mana. Aytdim-ku. Bittada o'xshab berdi mana. Zo'r. Bittada o'xshab berdi. Yana bitta beradimi? 1.8 tushdimi? Demak 1.8 dan keyin yana yur deganda bu. 0.9. Chota o'yinning kayfiyati yo'q. Yo adashdimmi? Pamoymo adashdim o. Yana 0.8 yana oshiramiz. O'yinning kayfiyati zo'r ekan, biz bilmagan ekanmiz-da. Nech pul bu? 3,5 millionmi? 30 million so'm. Zo'r jigarlar, dahshat. Tak, comeback bo'ldi, jigarlar, comeback. Yana bitta bossak beradimi? Yana 2 koeffitsiyentmi? 2 koeffitsient berdi, asta qochish kerak. Boshqa o'yinga o'tishimiz kerak jigarlar, boshqa o'yinga. Tak, mana buni aylantirishimiz kerak debdi, aylantiraylikchi. Vampir kursiga tashlab yubordi bizni. Bitta vampirdan bugun harakat qilamiz ko'tarishga. 140, 240. 240 dan qilaylikchi stavkani. 4, yaxshi, lekin qilishda ko'p ishlayapti. 4.1, 2, 3, 4, 5. 4x tushdi. 90 million bilan foyda bilan bugungi videoni tugatamiz. Hammaga xayr.